Bismillahirrohmanirrohim. Allohdan qo'rqib ko'ziga yosh kelgan bandalarni qanday mukofotlar kutyapti? Azizlar, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz ham Allohni eslaganda Allohdan qo'rqib ko'zingizga yosh olgan bo'lsangiz, izohlarga yozing. Chunki sizni ham azizlarim mana shu video davomida aytiladigan ulug' mukofotlar kutib turibdi. Demak, boshladik. Allohning halili Ibrohim alayhissalom xatolarini yodga olganda yuragi qattiq urayotganini his etar va hushidan ketardi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning huzuriga farishta Jabroil alayhissalomni yuborganida Jabroil alayhissalom unga bunday dedi: Alloh senga salom yubordi va do'stidan qo'rqadigan do'st ham bo'ladimi demoqda. Shunda Ibrohim alayhissalom: Ey Jabroil, xatolarim yodimga tushib, ularning jazosini o'ylaganimda do'stlikni unutaman degan javobni berdi. Imom Abu Lays deydi: Osmonning 7-qavatida Alloh yaratgan. Unga sajda qiluvchi shunday farishtalar borki, Allohdan qo'rqqanlaridan tomirlari titrar. Qiyomat kuni bo'lganda boshlarini sajdadan ko'tarib, yo Robbimiz, seni tanzih qilamiz. Qullik vazifamizni keragicha ado etolmadik derlar. Allohning mana bu oyati shu haqiqatga ishora qiladi. Yaxofuna robbahum min fawqihim va yaf'aluna ma yu'marun. Ular farishtalar ustilaridagi kuzatib turgan parvardigorlaridan qo'rqurlar va o'zlariga buyurilgan buyruqlarni bajarurlar. Ha azizlar, payg'ambarimizdan rivoyat qilingan bunday hadis bor. Kishi Allohdan qo'rqib vujudi titragan vaqtda gunohlari daraxtdan yaproqlar to'kilganday to'kiladi. Aytishlaricha bir odam bir xotinni ko'z ostiga oladi. Bir kuni shu xotin tijorat maqsadi bilan bir karvonga qo'shilib yo'lga chiqadi. Haligi odam ham o'sha karvonga qo'shilib uning izidan ketadi. Oqshom chog'i karvon bir yerda qo'noqlaydi va hamma uyquga yotadi. Bu orada boyagi odam xotinning yoniga kelib istagini unga bildiradi. Xotin: "Bor, kuzatib kel, hamma uxlaganmikin, bilaylikchi" dedi. Erkak taklifim qabul bo'ldi deb o'ylab sevinib ketadi. Karvon atrofini aylanib keladi-da, hamma uxlagan ekan deydi. Bu safar xotin: "Yaxshi, Allohchi, ajabo shu soatda u ham uxlaganmikin, nima deysan?" deb so'raydi. Bu og'ir savolga erkak: "Yo'q, Alloh hech qachon uxlamaydi, mudramaydi ham" degan javobni berishga majbur bo'lganda, xotin: "U holda odamlar ko'rmasa ham uxlamagan va mudramaydigan Alloh bizni ko'radi. Hammadan ham ko'ra undan qo'rqqulik va hayo qilgulikdir." Xotin bu so'zlarni aytayotganda erkak ko'nglida qo'rquv uyg'onadi. U Allohdan qo'rqqanidan darhol karvonni tark etib uyiga qaytadi va tavba qiladi. Payg'ambarimizdan rivoyat qilingan bir hadis mana bunday mazmundadir. Alloh buyuradi: "Men bandamdagi bir ikki qo'rquvni va bir ikki qo'rquvsizlikni to'plab yig'ib o'tirmayman. Kim dunyoda mendan qo'rqqan bo'lsa, oxiratda mendan qo'rqmagay. Kim dunyoda mendan qo'rqmay yashagan bo'lsa, oxiratda uni albatta qo'rqitaman." Alloh buyuradi: "Fala taxofuhum va xofuni in kuntum mu'minin." Agar chinakam mo'min bo'lsangiz, ulardan, yovdan qo'rqmangiz, balki mendan qo'rqingiz. Oli Imron surasi. Alloh taolo yana aytadi: "Fala taxshawun nasa wakhshawni." Bas ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Payg'ambarimiz vafotlaridan keyingi ikkinchi xalifa Hazrati Umar Qur'ondan oyatlar tinglaganda hushidan ketar edi. Bir kuni qo'liga somon cho'pini olib bunday dedi: "Koshki somon cho'pi yo eslanmaydigan bir narsa bo'lsaydim, koshki onam meni tug'magan bo'lsaydi." Yana Hazrati Umar shunchalik ko'p yig'lardiki, ikki ko'zidan oqqan yosh yonoqlarida iz qoldirardi. Allohning rasuli buyuradi: "Kimki Allohdan qo'rqib yig'lasa, ko'krakdan chiqqan sut ko'krakka kirmaguncha u ham jahannamga kirmaydi." Ya'ni ko'krakdan chiqqan sut ko'krakka qaytib kirmaganidek, taqvodorlar ham jahannamga kirmaydi. Raqoiqul Axbor degan kitobda bunday xabar bor. Qiyomat kuni bir kishini olib kelishadi. Savoblari bilan gunohlari qiyoslanadi, lekin gunohlari og'irroq chiqadi. Shunga yarasha jazo tortish amri berilganda kipriklaridan bir tolasi tilga kirib deydiki: "Yo Robbim,
sening rasuling Muhammad alayhissalom kim Allohdan qo'rqqanidan yig'lasa Alloh u ko'zni jahannam otashiga harom qiladi deb marhamat qilgan edilar. Men dunyodaligimda sendan qo'rqib yig'lagan edim-ku. Shunda Alloh o'sha kishini afv etadi. Dunyoda Robbidan qo'rqib yig'lagan bir kiprik tolasidagi nam tufayli uni azobdan qutqaradi. Jabroil alayhissalom esa falon kishi Allohdan qo'rqib yig'lagan bir kiprik tolasi hurmati jazodan ozod etildi deb e'lon qiladi. Bidoyatul hidoyada esa bunday xabar bor. Qiyomat boshlanganda jahannam shunday o'kiradiki, butun insonlar dahshatga tushib tiz cho'kadilar. Shuning uchun ham Alloh taolo ogohlantiradi. Josiya surasida u kunda barcha ummatni dahshat va iztirobdan tiz cho'kkan holda ko'rasiz. Har bir ummat o'z nomai a'moliga chaqiriladi. So'ngra ularga deyilur: bugun qilib o'tgan amallaringiz natijasi bilan taqdirlanursiz. Ha azizlar, insonlar jahannamga yaqinlashgan vaqtlarida jahannam g'azabdan o'kirayotgan bo'ladi. Holbuki bu o'kirish va jazava 500 yillik masofadan eshitiladi. Shu payt barcha insonlar, hatto payg'ambarlar ham voy jonim deyishib o'z dardlariga qovuriladilar. Faqat payg'ambarlarning eng sarasi Muhammad alayhissalom o'z jonini unutadi va voy ummatim deya nola qiladi. Shunda jahannamdan tog'day mahobatli olov parchasi chiqadi va Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning ummatlari bu olov parchasini daf qilmoqchi va o'zlaridan yiroqlashtirmoqchi bo'lib, namoz o'qiganlar, roza tutganlar, haqdan yuz o'girmaganlar va ixlosli kishilar haqqi qayt orqaga ket deydilar, lekin u ketmaydi. Shu payt Jabroil farishtaning ovozi gulduraydi. Olov parchasiga Muhammadning ummati qasd qilayotir. So'ngra Jabroil bir bordoq suv keltirib payg'ambarimizga uzatarkan, "Ya Allohning rasuli, buni oling, olov ustiga seping" deydi. Payg'ambarimiz suvni olib olovga sepadi. Odamlar olov darhol so'nganini ko'radilar. Payg'ambarimiz Jabroildan so'raydi: "Ya Jabroil, bu suv nima edi?" Jabroil javob beradi: "Ya Allohning rasuli, bu ummatning orasidagi osiylarning yolg'iz Allohdan qo'rqib oqqizgan ko'z yoshlari. Hozirgina menga olovga sochib o'chirishing uchun uni senga berishim amr etildi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday duo qildilar: "Ya Alloh, menga vafot etmasimdan oldin sendan qo'rqib yig'laydigan ikki ko'zni ato et. Umr o'tdi. Kechirgaysan, ilohim. Ko'zim yoshli, axir ko'p-ku gunohim." Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan naql etilgan bir xabar shu mazmundadir. Iymonli kishi yolg'iz Allohdan qo'rqqani sababli ko'zidan pashsha boshchalik yosh to'kkan bo'lsa va bu yosh issiq yonog'ini xo'llagan bo'lsa, u kimsaga jahannam olovi hech tegishi mumkin emas. Hikoya qilishlaricha Muhammad ibn Munzir yig'laydigan paytlarida yuzini va soqolini ko'z yoshlari bilan yuvar va bunday der ekan: "Eshitishimcha ko'z yoshlari tekkan yerga jahannam olovi tegmasmish." Keltirilgan bu naqllarning hammasi ko'rsatib turibdiki, haqiqiy musulmon Allohdan, u berajak azoblardan qo'rqishi va nafsining shahvoniy istaklaridan qochishi kerak. Shuning uchun ham Alloh taolo marhamat qiladi. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Bas o'shanda kimki dunyoda haddan oshgan va dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina unga makon bo'lur. Ammo kimki Parvardigorining huzurida turishi va hisobot berishidan qo'rqqan va nafsini havolanishdan qaytargan bo'lsa, bas faqat jannatgina unga makon bo'lur. Naziyat surasi. Zaharur Riyozda keltirilgan xabarda payg'ambarimizdan sallallohu alayhi vasallam naql etiladi. Jannatiy kishilar jannatga kirgan vaqtlarida farishtalar ularni turli tuman taomlar, anvoyi mevalar, go'zal mehmonxonalar va yotoqlar, xullas aqlga kelishi mumkin bo'lmagan har turli ne'matlar bilan kutib oladilar. Shu bilan birga bu jannatiy kishilarning holida yuzlarida bir hayronlik alomatlari seziladi. Alloh so'raydi: "Ey bandalarim,
Bu xayolchanlik va hayronlik nechun? Bu yer shunday joymidi? Jannatiy bandalar, bizga bir va'da bor edi. Uning vaqti kelmadimi deydilar. Alloh farishtalarga buyuradi: yuzlardan pardalarni ko'taring. Lekin farishtalar deydilar: yo Robbim, ular sening jamolingga qanday qaraydilar? Ular dunyoda sendan norozi bo'lishgan edi. Alloh taolo: ko'taring pardalarni. Ular dunyoda mening buyurganlarimga rioya qildilar, sajdaga bosh qo'ydilar, menga yetishish orzusi bilan ko'z yoshlari to'kdilar, deydi. Amr shunday bo'lgach pardalar ko'tariladi. Jannatiy kishilar Allohning jamolini ko'rganda sajdaga tiz cho'kadilar. Alloh taolo buyuradi: ey bandalarim, boshingizni sajdadan ko'taring. Bu yer ibodatgoh emas, izzat va ikrom xonadir. So'ngra ularga yuzlanib jilva qiladi va salom sizga ey bandalarim, men sizdan roziman, siz ham mendan rozimisiz deb so'raydi. Yo Robbimiz, biz sendan nega rozi bo'lmaylik? Sen bizga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va hech bir kimsa xayoliga keltirmagan ne'matlarni berding, deydilar ular ham. Alloh taoloning mana bu ikki oyati shu haqiqatdan dalolat beradi. Jazaohum 'inda robbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Parvardigorlari huzuridagi ularning mukofotlari ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi mangu bog'lardir. Ular o'sha joyda abadul abad qoluvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'lur, ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu mukofot Parvardigoridan qo'rqqan kishi uchundir. Bayyina surasi. Salamun qawlan mir robbir rahim. Ular rahimli Parvardigor tomonidan salom ayturlar. Yasin surasi. Gunoh ishlar qilib qo'yapsizmi? Allohning rahmatidan noumid bo'lmang, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'a. Innahu huval g'afurur rahim. Ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir. Zumar surasi 53-oyat. Mo'min odam Allohdan umid uzmaslik barobarida ibodatlarni ham beistisno ado etadi. Yomon amallardan voz kechadi va yomon odatlarni tark etadi. Biz imkon qadar gunohdan tiyilishga harakat qilishimiz kerak. Mabodo gunoh qilgan taqdirimizda ham Allohning rahmatidan umid uzmasligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni Allohni eslaganda, Allohni eslab, undan qo'rqib, ko'zga yosh oladigan bandalardan qilsin. Ha azizlar, inson Allohni eslab, Allohdan qo'rqib yig'lasa, mana shunday ulug' mukofotlarga erishar ekan. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.